656 million 300 ga pul olsangiz bo'ladi. 449 million 680 mingga pul olsangiz bo'ladi. Hozir trendda bo'layotgan Fab Tiger va Isuzu Encore 90larni keling bir xarakteristikasini ko'rib chiqamiz. Eng qiziqarlisi dvigatel, ya'ni buni ot kuchi 155 ot kuchi bo'ladi. Fab'ni motori esa 130 ot kuchi. Ikkalasiga ham, ya'ni Isuzuga ham, bunga ham 70-30 ideal holatda tushadi. Buni baki 100 litr, buni baki 140 litr. Isuzuning baloni 17,5 bo'ladi. Fab'ni baloni 19,5 bo'ladi. Fab'ni ichini bordi mana shunday holatda bo'ladi. Tayyor zavoddan mana shu holatda keladi. Isuzu esa zavoddan mana shunaqa holatda keladi. Fab'ni yuk ko'tarish hajmi hujjatlarda 5 tonna 300, 7 tonna 8 tonnagacha bemalol yuk ortsangiz bo'ladi. Isuzuning yuk ortishi hujjatlarda 5 tonna, bemalol 7 tonnagacha yuk ortsangiz bo'ladi. Birinchi Fab'ni ichidagi komfortliklardan boshlaymiz. Birinchi o'rinda shuni o'tirganingizda rul ko'rinadi, multi rul. Ya'ni telefonga gaplashsangiz va ovozini ko'tarib, mikrofonni boshlasangiz bo'ladi. Va shunday qarasangiz monitorni ko'rasiz, 360 kamerasi, ya'ni 4 tomonni ko'rsatib turadi. Bemalol shofyorlar o'ziga qulay holatda ko'rsa bo'ladi. Eng qizig'i pnevma podveska. Buni shofyorlarimiz juda ham yaxshi biladi. Ayniqsa uzoq yo'lga yurganda bu juda qo'l keladi. Ichingizni qo'pol qo'ygan, to'kib tashlang. Va yana qanaqa 6 ta korobkalik, ruchnoy elektronik, mana unga lekin 5 lekin. Baribir kerakda uni yonboshlab ketishga. Eng qiziq joyi, agar 3-shofyor bo'ladigan bo'lsa yoki qo'shimcha shofyorlar orqada dam oladigan joy bor. Konteyner, mikrofon, hammasi ideal holatda joylashgan. Endi sizda boshlaymiz. Isuzuning ichlaridagi komfortliklarni sanab o'tamiz. Bunda ko'rib turibsiz, pnevma podveska yo'q, ya'ni oddiy sidenka. Orqasida komfortli, ya'ni shofyorda qo'shimcha shofyor yotadigan joy yo'q va 360 kamera bunda yo'q. Faqat mikrofon qo'yilgan, konteyner bor va tepada hujjat qo'yadigan joylari bor va bakovoylari elektronniy variantda bo'ladi. Rulni tepaga pastga tushirib ko'tarsangiz bo'ladi. 3 kishilik o'tirsa bo'ladi va korobkasi 6 talik, ruchnoy elektronniy variantda. Isuzudagi komfortlar mana shu. Farqlarni o'zingiz ko'rdingiz. Sizga qaysi yoqadi? Isuzumi yoki Fab? Bu ishimizga 72-30 sistemasida metan ustunovka qilyapmiz. Bu Fab'imizga esa 100% lik metan ustunovka qilib beryapmiz. Siz qaysini tanlagan bo'ladingiz? 70-30, 100% gaz. Izohlarga yozib qoldiring. Qanaqadir qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, hoziroq pastdagi raqamga murojaat qiling.